Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Men Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidan mana shu Andijon shahridagi Dilmurod tabib ari bilan davolash klinikasiga keldim. Sheriklarim bilan 3 kishi bo'lib keldik. Bu yerda bizni juda ham chiroyli kutib olishdi. Bu yerdagi xodimlar bizga juda chiroyli xizmat ko'rsatishdi. Men bu yerda o'zimni shikoyatlarim, tiz arterozi, mioma, asab kasalliklari, o'tfak, oshqozon kasalliklaridan shikoyat qildim. Ular shunga qarab davolashdilar. Mana hozir juda ham yaxshi o'zgarish. Oyoqlarim, tizzalarim qarsillar edi, zinalardan chiqa olmas edim. Juda ham chiroyli, oyoqlarim og'rimayapti. Chiroyli yuryapman. Sheriklarim ham juda ham yaxshi. Bizga yoqdi bu klinika. Bu sharoitlar juda ham yaxshi. 3 mahal ovqatlari bor. Yotoqlari ham juda ham yaxshi. Men sizlarni ham mana shu klinikaga kelib davolanishni tavsiya qilaman. Biz yana shu joyda davolanishni davom ettirmoqchimiz.